Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamızda qıtanlar ekranımız olsun. Xitayning birinchi fasllik iqtisodiy o'sish nisbati alohida tuvan bo'lgan. Eng yangi tekshirish dokumentida Xitoyning birinchi fasllik ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati o'sish nisbatining aran 4,6% bo'lganligi, mart oyida eksportning yana chekinib manganligi ko'rsatildi. Reuters agentligi 11 aprel e'lon qilgan tekshirish dokumentida ko'rsatilishicha, garchi yaqinda Xitoy iqtisodida bir qism muqimlashish alomatlari ko'rilgan bo'lsa-mu, ammo bu yil birinchi fasldagi ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati o'sish nisbati aran 4,6% bo'lishi mumkin ekan. Bu bir yildan buyongi eng tuvan sonliq ma'lumot bo'lib, Xitoyning tadbir belgilaguvchilari texnik ko'p iqtisodiy qo'zg'atish loyihasini o'tirg'a chiqarish besimiga duch kelgan. Reuters agentligi 90 ga yaqin iqtisodshunosni ziyorat qilishi orqali Xitoyning iqtisodiy taraqqiyot istiqboli va mo'ljarini tekshirgan va ular ta'minlagan sonliq ma'lumotlarning o'tirchi qimmatini asos qilgan. Tekshirishdan ayon bo'lishicha, Xitoyning bu yilgi GDP'ning o'sish sur'ati bulturqiga selishtirganda 4,6% bo'ladi ekan. O'tgan yili Xitoy GDP'sining o'sish sur'ati 5,2% bo'lib, bu yilgi rasmiy nishon taxminan 5% atrofida ekan. Ammo iqtisodshunoslar kelar yili Xitoyning iqtisodiy o'sish sur'atining texmi osti bo'ladiganligini, GDP o'sish sur'atining aran 4,4% bo'lishi mumkinligini mo'ljallagan. Xitoyning GDP'si o'tgan yilning oxirgi faslida 5,2% oshgan bo'lib, bu yil birinchi fasldagi o'sish sur'atining bultur birinchi fasldan buyongi eng tuvan saviyada bo'lishi mo'ljallanmoqda. Reuters agentligining aytishicha, garchi bu yil birinchi oy va ikkinchi oyda Xitoyning PMI qimmati parcha setish va eksporti mo'ljaldan oshgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy iqtisodidagi ichki qiyinchiliklar yanada nihoyatda og'ir ekan. Uyg'ur mahir Alisher Ömer rekordni yana buzib tashladi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur yugurish mahiri Alisher Ömer 10 aprel Xitoyda o'tkazilgan 2024-yillik yenik atletika musobaqasi erlar 200 metrga yugurish tayyorlik musobaqasida 20 sekund 72 daqiqalik natija bilan tayyorlik musobaqasida chempionlikka erishib qolmay, o'zi saqlab kelayotgan Sharq Turkiston bo'yicha erlar 200 metrga yugurish rekordi va Xitoy bo'yicha yosh o'smirlarning erlar 200 metrga yugurish rekordini buzib tashladi. Tangritog' to'rining xabar qilishicha, 11 aprel o'tkazilgan erlar 200 metrga yugurish tayyorlik musobaqasida Alisher 20 sekund 72 daqiqalik yaxshi natijaga erishgan. U yana tayyorlik musobaqasiga qatnashgan barliq mahirlar ichida 21 sekundlik natija doirasiga kirgan birdan-bir tanarkachi bo'lib qolgan. Bu natija u bultur Sharq Turkistonda yaratgan rekordidan 0,36 sekund tez bo'lgan. Shuning bilan birga Lu Shangbin ismli Xitoyning 14 yil saqlab kelgan 20 sekund 74 daqiqalik erlar 200 metrga yugurish rekordini Xitoy bo'yicha buzib tashlagan. Bildirilishicha, 2023-yil 5-oyda Alisher Xitoy bo'yicha U18 yenik atletika lavha talish musobaqasida 21 sekund 8 daqiqalik natija bilan Sharq Turkiston bo'yicha erlarning 200 metrga yugurish rekordini yaratgan. Shu yili 11-oyda o'quvchilar yoshlar tanarkat musobaqasida 45 sekund 71 daqiqalik natija bilan yana bir qatim Xitoy bo'yicha o'smirlarning erlar 400 metrga yugurish rekordi va Sharq Turkiston bo'yicha erlar 400 metrga yugurish rekordini yangilagan. Oldingi oyning oxirida Xitoyda o'tkazilgan zal ichi yenik atletika lavha talish musobaqasida Alisher kishini hayron qoldiradigan 45 sekund 79 daqiqalik natija bilan o'zi yarim oy burun yaratgan Xitoy bo'yicha zal ichi erlar 400 metrga yugurish rekordini yangilagan. Yenik atletika tanarkachisi Alisher Ömer 2006-yili Aqsu viloyati Boy nahiyasining 15-yilida tug'ilgan. 2022-yili Sharq Turkiston yosh o'smirlar yenik atletika lavha talish musobaqasining B guruhi 400 metrga yugurish turida 49,73 sekundlik natija bilan chempionlikka erishgan. Shuning bilan atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik tantarbiya idorasining mashq atritiga qabul qilingan va 200
200 metrga 400 metrga yugurish mashq turiga qatnashgan. Alisherning natijasida alohida ilgirlash bo'lib, Xitoy bo'yicha 51-o'rindan bir sakrabla Xitoy bo'yicha 1-o'ringa o'tgan. Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiya Sharqi dengizda birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Sharqi dengizda 4-oyning 10-kundan 12-kunigacha o'tkazilgan manevr jarayonida Yaponiyaning bir urush paraxoti Amerika bilan Janubiy Koreyaning boshqariladigan bombalari ishlatildi. Türkiye Avazı Radyosu xabarida bildirilishicha, 3 davlatdan kelgan suvosti paraxotlarga qatnashgan manevrda aloqa va sonliq ma'lumotlardan tang bahramon bo'lishdan tortib, izlash va qutqizish faoliyatlarigacha bo'lgan har xil sinoqlar elib berildi. Uch taraf rahbarlari uchrashishidan ilgari Janubiy Xitoy dengizida Amerika, Filippin, Avstraliya va Yaponiya tunji qatim birlashma dengiz manevri o'tkazgan edi. Aqsaroyda o'tkazilgan Amerika, Yaponiya, Filippin uch taraf boshliqlar yig'ini doirasida Amerika prezidenti Joe Biden 10-aprel Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida bilan ayrim, 11-aprel Filippin prezidenti Ferdinand Marcos hamda Kishida bilan uch taraflik uchrashuv o'tkazgan edi. Boshliqlar yig'inida Xitoyning kun sari kuchayayotgan nufuziga qarshi Hind Tinch okeanda tinchlik va muqimlik o'rnatish hamkorligi barpo qilish fikri o'tirg'a chiqqan edi. Washingtonda o'tkazilgan boshliqlar yig'ini Amerika, Yaponiya va Filippin rahbarlarini bir yerga jam qilgan tunji qatimliq uch taraf yig'ini bo'lgan edi. Isroiliya Ironga tahdid soldi. İsrailiya Mudofaa ministri Yoav Gallant İranға tahdid selib, İsrailiyaga hujum qilgan taqdirda kutilmagan qadamlarni tashlaydiganligini aytdi. İsrailiya rasmiy televiziya kanali Kanning xabariga asoslanganda, Yoav Gallant İran bilan İsrailiya o'rtasidagi ziddiyat kuchayib ketgan bir paytda İsrailiyaning shimolidagi askarlarini ziyorat qilgan va u yerdagi so'zida davlatining birdan ko'p frontda hujumga uchraganligini ilgari surib, O'rta Sharqning qayerda bo'lishidan qat'iy nazar İsrailiya zeminiga hujum qilganlarga tez sur'atda shiddatli hujum qilib, qandoq zarba beradiganliklarini ko'rsatib qo'yganliklarini aytgan. U so'zini davomlashtirib, İsrailiyaning inkosi nihoyatda unumli bo'ladi va biz yillardan buyon muvaffaqiyat qozonib kelgan ishlarning biri dushman bizning uningga qarshi qandoq hayron qolarlik ishlarni qildiganligimizni hargizmi bilolmasligi degan. İsrailiya 1-aprel İranning Damashqdagi elchixonasining konsulxona binosiga havodan hujum qilib, İran inqilob muhofazachilari qismlarining 2 generalini o'z ichiga olgan 7 askarini o'ldirgan edi. Hujumda yana Suriya fuqarosi bo'lgan 6 kishi hayotidan ayrilgan edi. Bunun bilan İran doiralari İsrailiyaning bu hujumiga javob beradiganligini bildirib, bayonot e'lon qilishgan edi. Amerika Ukrainaga Hawk havo mudofaa sistemasi setib bermoqchi. Amerika hukumati Ukrainaga 138 million dollarlik Hawk nomli havo mudofaa sistemasi setib beradiganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Ukrainaning Hawk nomli havo mudofaa sistemasini remont qilish va kerakli zapos bilan ta'minlash talabiga yeshil chiroq yiqilganligini, Ukrainaga 138 million dollarlik jiddiy harbiy lozimatlik setib berilganligini uqtirdi. Bayonotda Hawk mudofaa sistemasini qo'g'dab qilishning Ukraina xalqining mudofaasi va davlat ul aslahalarini qo'g'dash iqtidorini oshiradiganligi eskartilib, Ukrainaning Rossiyaning hujumlariga qarshi mudofaa iqtidorini oshirish jiddiy ehtiyoj degan iboralarga o'rin berildi. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.